Assalomu alaykum. Oxirgi 3 ta imtihonda tushgan ochiq savollarni spesifikatsiya bo'yicha o'rganib kelyapmiz. Bugun esa 44-chi savollar tahliliga yetib keldik. Ya'ni spesifikatsiya bo'yicha 44-chi savol geometriya bo'limidan tushadi. Bungacha bo'lgan savollar tahlilini ko'rmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalimizga ularni ko'rishingiz mumkin. Videoga like va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Endi esa savollar tahliliga o'tamiz. 23 fevral 2025dagi tushgan 44-chi savol. Sharga eng katta hajmli silindr ichiga chizilgan R, katta R shar radiusi, kichkina r esa silindr asos radiusi. Bizda silindr asos radiusining shar asos, ya'ni sharning radiusiga nisbatan so'rayapti. A qismida, B qismida shar hajmining silindr hajmiga nisbatini toping. Bu masalamizni yechishda eng katta hajmli degan joyiga urg'uni beramiz. Eng katta hajmli. Shu joyiga urg'uni bersak, demak, eng katta hajmli desa, hajmni bitta parametrga bog'laymiz. Bog'lanish qanday bo'ladi? Silindrning diagonalini o'tkazamiz. Silindrning diagonali ikkita sharning radiusiga teng. Va mana bu silindrning balandligi va asosida, ya'ni silindr asosining diametrini o'tkazsak, bu ikkita kichkina r ga teng. To'rtburchakli uchburchak hosil bo'lyapti. Shu bo'yicha bog'laydigan bo'lsak, bizda hning kvadrati plus 4 kichkina r ning kvadrati bu 4 ta radius kvadratga teng. Eng katta hajmli silindr bo'lsa, biz silindr hajmini topamiz. Silindr hajmi pi r kvadrat kichkina r kvadrat ko'paytirilgan h. Kichkina r kvadratni tepadagi tenglikdan topsak bo'ladi. Kichkina r kvadratimiz 4 katta radius kvadrat minus h kvadrat taqsim 4 ga teng. Va hajmning o'rniga olib borib qo'yadigan bo'lsak, mana bu, ya'ni r kvadratni o'rniga qo'yamiz. Demak, r kvadratni o'rniga qo'yamiz. Davom etadigan bo'lsak, pi ko'paytirilgan 4 ta radius kvadrat va h ni ko'paytirib yuborsak, ko'paytirilgan h minus h ning kubi taqsim 4 ko'rinishiga keladi. Endi bu bo'yicha hosila olib 0 ga tenglashtirsak, h ning katta shar radiusga bog'lami kelib chiqadi. Hosilasi pi taqsim 4 turadi, ko'paytirilgan 4 radius kvadrat, h bo'yicha olsak 3h kvadrat. Bundan kelib chiqadi h kvadratimiz teng 0 desak, h kvadratimiz 4 radius kvadrat taqsim 3 ga va h ning 2 taqsim ilzosi 3 radiusga tengligi kelib chiqadi. Endi bizdan kichkina radiusning katta radiusga nisbatini so'rayapti. Mana bu tengligiga olib borib qo'yadigan bo'lsak, kichkina radiusning kvadrati o'rniga qo'ysak, 4r kvadrat, h kvadrat o'rniga 4r kvadrat taqsim 3 yana taqsim 4. Bundan kichkina radiusning kvadrati kelib chiqadi. Demak, kichkina radiusning kvadrati nimaga teng? Hisoblasak, 2 taqsim 3 radius kvadrat va kichkina radiusimiz ilzosida 2 taqsim 3 radius irratsionallikdan qutqarsak, ilzosida 2 taqsim 6 radius. Endi ikkalasini nisbatini topsak bo'ladi. Kichkina radiusni sharning radiusi orqali ifodaladik. Endi qiladigan ishimiz kichkina radiusning katta radiusga nisbati ilzosi 2 taqsim 6 radiusning radiusga nisbati. Demak, ikkalasi ilzosi 2 taqsim 6 ni beradi. A qismiga ilzosi 2 taqsim 6. Endi B qismiga o'tamiz. B qismida shar hajmining silindr hajmiga nisbati va shar hajmi o'zi 4 taqsim 3 pi r kub. Silindr hajmi esa tepada mana yozganmiz. Pi kichkina r ning kvadrati h ga teng. Demak, pi ko'paytirilgan kichkina r ning kvadrati 2 taqsim 3 radius kvadrat va balandligimiz 2 taqsim ilzosida 3.
radius. Demak, bu 4 ilzosti 3 taqsim 9 pi r ga teng. Ikkalasi nisbatini so'rayapti. V shar hajmining v silindr hajmiga nisbati. 4 taqsim 3 pi r kub. Bunisi 4 taqsim 9 ilzosti 3 pi r kub. Pi r kublar 4lar qisqarsa hosil bo'ladi ilzosti 3. B qismiga ilzosti 3. Bu 23 fevralda tushgan savol tahlil bo'ldi. Endi keyingi savolga o'tamiz. 25 mayda tushgan 44 savol. Muntazam oltiburchakli kesik piramidaning ichida kub joylashgan. Kubning yuqori asosi kesik piramidaning yuqori asosida, kubning pastki asosi esa piramidaning pastki asosida joylashgan. Kesik piramidaning kichik asosiy yuzi katta asosiy yuzidan 4 marta kichik. A shartida kesik piramidaning kichik asosi berilgan bo'lsa, kub hajmini so'rayapti. B qismida kubning to'la sirti berilgan bo'lsa, kesik piramidaning katta asosi tomonini toping deyapti. Demak, bu masalani yechishdan oldin oldingi savolda bitta narsani to'g'rilab ketaylik. Shu sal xafa ketibdi. Demak, mana buni hisoblayotganda ilzosti, demak, ilzosti 6 taqsim 3 bo'ladi. Demak, shuni boshqatdan hisoblaymiz. Kichkina radius teng ilzosti 6 taqsim 3 ga teng. Demak, bu yerda ham ilzosti 6 taqsim 3 bo'ladi, ilzosti 6 taqsim 3 bo'ladi. Umumiy natija A qismida ilzosti 6 taqsim 3 bo'ladi. Ya'ni to'g'ri bo'ldi. Endi keyingi savolga. Demak, kesik piramidaning ichida kub joylashtirilgan. Biz nima qilamiz? Bu bo'yicha tepa asosni chizib olamiz. Tepa asosni chizib oladigan bo'lsak, muntazam 6 burchakka ichki chizilgan kvadrat bo'lyapti. Muntazam 6 burchakka ichki chizilgan kvadrat. Muntazam 6 burchakni chizib olaylik. Muntazam 6 burchak. Endi mana shunga ichki chizilgan kub. Ya'ni kvadrat deylik. Kvadrat deylik. Kvadratimiz qanday bo'ladi? Kvadratimiz umumiy kvadrat chizaylik. Kvadratimiz mana. Endi yechimiga o'tadigan bo'lsak, muntazam 6 burchak bo'lsa, demak, mana bu tomon A bo'lsa, bu taraf 2A bo'ladi. Chunki asosiy yuzi, pastki asosiy yuzi kichkina asosdan 4 marta katta, demak, tomoni 1/2 nisbatda. Umumiy tomon A bo'ldi. A bo'ldi. Endi biz mana bu kesmani x deymiz. Buni ham x deymiz. Bu burchak 120 gradus bo'ladi. Demak, kvadratning tomoni ilzosti 3 x ga teng. Endi bu taraf bu qismini y desak, mana burchak 30 gradus bo'ladi. Bunisi 60 bo'ladi. Demak, mana bu yer y taqsim 2 bo'ladi. Xuddi shunday bu tarafni ham tushiramiz. Demak, bu qismi y taqsim 2 bo'ldi va mana bu qismi a bo'ladi. Ya'ni yoki x plus y bo'ladi. Chunki a tomon x plus y ga teng edi. Endi nima qilamiz? Kvadratning tomonlarini tenglashtiramiz. Bu deganimiz ilzosti 3x imiz teng bo'ladi. X plus y, mana bu kesma va y taqsim 2 dan 2 ta.
Yana y taqsim 2 plus y taqsim 2. Ilzosti 3ximiz teng bo'ladi x plus 2 y ga. Va y ning qiymati ilzosti 3 minus 1 taqsim 2 x ga teng. Y ni topib oldik. Endi x plus y kesmani topadigan bo'lsak, bu ilzosti 3 plus 1 taqsim 2 x. Mana shu a ga teng va a ning qiymati ilzosti 3 plus 1 taqsim 2 x ga teng. Va a ning qiymati berilgan, chek asosi berilgan. Degani ilzosti 3 plus 1 teng ilzosti 3 plus 1 taqsim 2 x. Qisqarib ketsa, x ning 2 ga tengligi kelib chiqadi. Bizdan so'ralgan ifoda, ya'ni A qismida kesik piramidang shu bo'lsa, kubning hajmi. Endi A qismi bo'yicha ketyapmiz. A qismi bo'yicha kvadratning tomoni nimaga teng? Kvadrat tomoni ilzosti 3x ga teng. Bu 2 ilzosti 3 bo'lyapti kvadrat tomoni. Kubning hajmi esa endi shuning kubi. Va kubning hajmi 2 ilzosti 3 ning kubi bo'ladi. Hisoblasak 24 ilzosti 3 ga teng. A qismiga 24 ilzosti 3 bo'ladi. Endi B qismiga o'tamiz. B qismida kubning to'la sirti berilgan. O'zi B qismiga o'tishdan oldin mana ilzosti 3x edi kvadrat tomoni. Endi to'la sirti nimaga teng bo'ladi? 6 ko'paytirilgan ilzosti 3x ning kvadratiga. Degani 18x kvadratimiz teng bo'lyapti to'la sirti 24 minus 12 ilzosti 3 ga. Undan x ni topadigan bo'lsak, ximiz teng bo'ladi. Hisoblab qo'ysak, 3 minus ilzosti 3 taqsim 3 ga. X ni qiymati shunga teng bo'ladi. Va kesik piramidaning katta asosini so'ragan. Bizda yuqoridagi tenglik bor. Asosga bog'langan. Mana bu tengligimiz bor. A teng ilzosti 3 plus 1 taqsim 2x. Mana shundan foydalanamiz. Mana shundan foydalanadigan bo'lsak, A teng ilzosti 3 plus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan x o'rniga qo'ysak, ilzosti 3 plus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 minus ilzosti 3 taqsim 3 bo'ladi. Hisoblab qo'ysak, a ni qiymati ilzosti 3 taqsim 3 bo'ladi. Va bizdan 2a ni so'ragandi. Katta asosni 2amiz 2 ilzosti 3 taqsim 3 ga teng. 2 ilzosti 3 taqsim 3 bo'ldi mana. 25-mayda tushgan savollar tahlil bo'ldi. Endi keyingi savol tahliliga o'tamiz. 5-oktyabrda tushgan 44-savol. Konusga asosi kvadrat bo'lgan parlapet ichkisilgan. Konusning balandligi asosi diametriga teng. Parlapetning yon sirti 24 minus 16 ilzosti 2 ga teng va balandligi asosining tomonidan 2 marta katta. A shartida konus yon sirti, B shartida GSK burchak sinusini toping. Unda aytyapti, parlapet balandligi asosining tomonidan 2 marta katta. Degani asosining tomoni A bo'lsa, parlapetning balandligi 2A ga teng. Va parlapetning diagonal o'q kesimi. Diagonal kesimi. Shu bo'yicha chizsak, mana bu konusning asosi bo'yicha chizsak, demak mana shu konusning o'q kesimi va parlapetning diagonal kesimi bo'yicha kesim hosil qilib olamiz. Kesim hosil qilib oladigan bo'lsak, bu degani mana bu bo'yicha. Demak, o'zi A bo'lsa mana bu yer A ilzosti 2. Shu narsani mana bu yerga yozib olamiz. Demak, bu A ilzosti 2. Pasi. Demak, pasi 2 ta radius, konusning radiusi va diagonal kesimni
Mana bu to'rtta burchak parlapetning diagonal kesimi. 2A bo'lsa, demak mana bu yer 2A. Bu bo'yicha endi biz nima qilamiz? Bizda topishimiz kerak konusning yon sirtini va mana bu L kesmani va radiusni A orqali ifodalashimiz kerak. Buni qanday ifodalaymiz? Ifodalasak bo'ladi. Demak, konusning balandligi asosining diametriga teng. Degani konusning balandligi ikkita radiusga teng. Yozib qo'yaylik. Ikkita radius. Va yasovchisi mana bu radius bo'lsa, Pifagor bo'yicha yasovchi nimaga teng? Izosti 5 radiusga teng. Endi bunda nima qilamiz? Bunda mana bu kesmani A ilzosti 2 taqsim 2 deymiz. Buni esa radius minus A ilzosti 2 taqsim 2 deymiz. O'xshashlik radius minus A ilzosti 2 taqsim 2 ning radiusga nisbati teng bo'ladi. Demak, 2A ning 2A ning balandlikka nisbati ikkita radiusga. Demak, bu nisbatdan radiusni topadigan bo'lsak, radiusimiz teng bo'ladi. Demak, ilzosti 2 plus 1 taqsim ilzosti 2 A ga tengligi ma'lum bo'ladi. Radiusni ifodalab oldik. Endi A ni topishimiz kerak. A ni topsak bo'ladi berilgan sharti bo'yicha. Parlapetning yon sirti berilgan mana. S yon sirti berilgan. Yon sirti nimaga teng? Asosining perimetri ko'paytirilgan parlapetning balandligiga. Asosining perimetri 4A ga teng. Parlapet balandligi esa 2A ga teng. Bu 8A kvadratni beradi. Demak, 8A kvadratimiz teng bo'lyapti 24 minus 16 ilzosti 2 ga. Va bundan A ni topsak, ilzosti 2 minus 1 ga teng bo'ladi. A ni qiymati. Va radius kelib chiqadi. Radiusimiz teng bo'ladi endi. A ning o'rniga ilzosti 2 minus 1 qo'ysak, demak, o'rniga qo'ysak 1 taqsim ilzosti 2 kelib chiqadi. Radiusning va yasovchining esa ilzosti 5 taqsim ilzosti 2 ga tengligi kelib chiqadi. Konusning yon sirti yuzi nimaga teng? Formulasi bo'yicha pi r l edi. Pi ko'paytirilgan radiusning o'rniga 1 taqsim ilzosti 2. Yasovchining o'rniga ilzosti 5 taqsim ilzosti 2. Bu ilzosti 5 pi taqsim 2 ga teng. Konusning yon sirti A qismida ilzosti 5 pi taqsim 2 ga teng. Endi B qismiga o'tamiz. B qismida GSK burchak so'ralyapti. Demak, G bo'lsa, bu S bo'lsa, bu K. Demak, GSK mana bu. Mana bu burchak so'ralyapti sinusi. Demak, buni topsak bo'ladi. Mana bu yerda alfa deymiz. Bu yer 2 alfa bo'lyapti. B qismida sinus 2 alfa so'ralyapti. O'zi sinus alfa nimaga teng? Sinus alfamiz radiusning L ga nisbati va sinus alfamiz radius taqsim ilzosti 5 radius bu 1 taqsim ilzosti 5 ni beradi. Va bundan kosinus alfani topsak 2 taqsim ilzosti 5 bo'ladi va sinus 2 alfani topsak formula bo'yicha 2 ko'paytirilgan sinus alfa ko'paytirilgan kosinus alfa 4 taqsim 5 ga teng. B qismiga 4 taqsim 5 bo'ladi. Shuning bilan oxirgi 3 ta imtihonda tushgan 44-savollar tahlili tugadi. Hammaga rahmat. Keyingi savollarda ko'rishguncha.